Hammaga salom. Bugun biz oilaviy Toshkent hayvonot bog'iga sayohatga ketyapmiz. Hayvonot olamiga biz bilan birga sayohat qiling. Mana biz hayvonot bog'iga keldik. Bugun odam juda ham ko'p. Kanikul boshlangan bolalarga ham dam olish kuni. Bu yoqda Thompson gazella kiyikka o'xshaydigan hayvon bor ekan. Mana biz Safiya bilan tuyaqushni ko'rishga keldik. Salqin. Ko'chada issiq bo'lsa ham daraxtlar ko'pligi hisobiga salqin. Bu yerda tuyaqushlarning har xil turi bor ekan. Turli xil davlatlardan kelishiga qarab mana to'g'ri Safiyani birinchi marta hayvonot bog'iga olib kelishimiz. Yoqdimi Safiya? Hozir boshqacha xillari ham bor. Ovqatlantirish mumkin emas ekan. Mana chiroyli, katta. Bolalarni telefondan uzoqlashtirishga, hayvonot olami bilan tanishtirishga juda ham zo'r imkoniyat ekan. Zo'r ekan Safiya. Tojdor turna bor ekan. Afrikada keng tarqalgan. 30-40 yil yashaydigan tur ekan. Agar qanotlarini yozsa, buni ham ko'rsatamiz. Safiya, ko'ryapsanmi? Bu qush uyasini suvga yaqin bo'lgan yerga yoki suv ustiga qurar ekan. 2-3 ta tuxum qo'yadi. Tuxumlari moviy yoki pushti rang bo'ladi. Urug'lar va mayda kemiruvchilar bilan oziqlanadi. Shuning uchun mayda suvli havza qilib qo'yishibdi. Shu qush uchun tuxum qo'yishi uchun. Ajoyib-a? Dilafruz tomosha qilyapti qushlarni. Yemu. Не попала она. Qushlar. Itolg'i degan qush ekan bu. Yevrosiyada keng tarqalgan. Qani yana qushlar bormikan Safiya? Tepaga qarada, qushlar tepada bo'ladi, ana. Ko'ryapsan? Mana. Ko'rdingmi? Mana bu yoqda ham qush bor ekan. Tuya. Safiya mana tepaga qara. Safiya, mana. Ko'rdingmi? Xullas bolalar bilan kelishga juda ham zo'r joylar ekan. O'zimni ham birinchi marta kelishim. Bilmadim, lekin Toshkentda o'z asli viloyatlik bo'lganimiz bilan Toshkentda 7 yildan beri yashaymiz. Lekin endi birinchi marta kelishim. Farzandlarim bilan kelish nasib etdi. O'zimga ham juda ham qiziq bo'lyapti hammasi. Dilafruz hali tushunmayapti hayvonot bog'i nimaligini ham. Unga faqat qorni to'q bo'lsa bo'ldi. Safiya esa qiziqyapti. Safiyaga yoqdimi? Zo'rmikan? To'g'risi, ukini o'zini ko'rgandim-u. Bolasi qanaqa ko'rinishda bo'lishini bilmasdim. Zo'ra panjaraga yopishib olgani, tirmashib panjarada turibdi. Safiya qara, sichqon yeyapti ana.
Ana sichqon yeyapti. Og'zida ko'rdingmi, sichqon bor. Bular ovqatlanishyapti. Mayda kemiruvchilar bilan oziqlanishar ekan. Dengiz suvlaridan sathidan 4700 metr balandlikgacha bo'lgan tog'larda yashaydi. Tog'larda yashaydi ekan. Uka. Yerga uy qurar ekan. Bu daraxtga uy quradi deb o'ylamayman. Mana ham daraxtga quradi deb o'ylardim. Ukkani ko'rdingmi, Safiya? Va 45 yil yashayotgan uzoq. O'xti. 4 ekan tepada. To'g'ri, boshi 360 gradusga aylanadi. Mana biz aylantira olmaymiz, to'g'rimi? Nima qildi Safiya? Nima yeydi ukki? Ukki nima yeydi? Nima yer ekan? Sichqon yeydi. Chichqonlarni yer ekan. Yeydi. Ha, o'lgan emas, o'zi ovlaydi bu. Bu eng sekin bezuk uchadigan hayvonda bu. Bu yoqda o'laksaxo'r, oqboshli qumoy degan qushlar bor ekan. Tasqara bor. 12 kilogramm. 3 metr. Ovqatlanishyapti hozir. 3000 balandlikda bo'lgan tog'li hududlarda yashaydi. Asosan suyak yeydi mana bu suyak. Suyakni yutib tashlaydi. Suyaklarni ham butunlaymi? Butunlay yeydi. Butunligicha. Suyakni juda ham balandlikka olib chiqib tashlaveradi. Suyaklar maydalangandan keyin uni ichidagi shu illiklarni maydalangandan keyin yana Qo'rg'onchi kanyuk. daraxtlarda yem qiladigan Jorchi degan qush ekan bu. Bolta yutar ekan bu qush ham. Ha, bu yoqda ham bor ekan mana. Kattagina qush ekan. Qo'rg'onchi kanyuk ekan bu qushimiz. Tasqara. Afrika va Yevrosiyada keng tarqalgan tog' etagidagi o'rmonzorlarda yashaydi. Eng katta tasqarani vazni 12 kilogrammgacha yetishi mumkin ekan. Qanoti 3 metrgacha yoyilib, uchish uchun xizmat qiladi. Kimda qanaqa hissiyot bo'ladi bilmadim, lekin mana bu qushlarni ba'zi birlari juda ham ko'zimga endi bilmadim. Xafaday, chunki ular o'z yurtida emas, qafas ichida yashashyapti. Shu payt ularni agar imkoni bo'lganda qo'yib yuborgisi keladi odam. Nima bu Safiya? Tavuk. Tuz tovuq. Ha Safiyajon.
Laylak. Laylak. Mana laylak. 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 Parodat barq shunaqadir. Laylak. Ibrohim. Ibrohim. Git. Kop. Saqqoq qush ekan. Pushti saqqoq qush anavimi? Bu bir nima baliqchi. Ha, bu pushti saqqoq qushlar. Baliqchi qush ekan. O'tganlar pushti saqqoq qush. Mana bu akamiz. Bu akamiz baliqchi qush. Mana metta, mana. Mana papa. Metrgacha. Maymunlar. 25 yumurta beradi. Gamadril turar ekan bular. Maymun. Bolachasi. Bolachasi ekan a? Hayvanlar. Qarasangiz keldi Sami. Qarasangiz zebra keldi. O dars ketamiz. Zebralar. Mana jirof. Dadasi oyasi ekan. Этот вернулся. На. Составь себе. А я морковку. Мне помоги. Мне помоги. Морковку дай. Bizda narsa bormi? Это твоя маленькая. На. Давай, ныряй. О! На. Забавный. Еще, котик, еще. Kuchini qaranglar. Voy, ismi. Вот еще. Это Уля? Это Уля. Fil yuribdi. Xohlasangiz qo'lingiz bilan ovqatlantirishingiz ham mumkin ekan. Bu alohida pullik.
Bu yoqda jirafalar bor. Bu yoqda zebralar bor. Fatima qara ana. Nima qaradi? Rejam olyapti. Juda chiroyli ko'ryapti. Safiya. Qandaysan? Yaşa. Charchamayapsan? Nimani ko'rding? Yo'lbars. Bo'ri bor ekan mana. Bu. Safiya, avud. Avu. Bu. Bola. Pantera. Ko'ryapti o'zingiz Safiya? O'xshab tursa. Panteralarning oq rangli gen mutatsiyasidan kelib chiqqan. Qora rangi gen mutatsiyasidan kelib chiqqan. Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo, o'rmon. Osiyoni ham bular. Eng kattalari vazni 100 kilogacha bo'lar ekan. Qo'yib. Daraxtlarga chaqqon yashaydi. Eng kattalari vazni 100 kg. 10-20 yil yashaydi. Qanday bilasan? Ko'ryaptimi senga o'zimi? Menda teparoq o'zim ko'tarib ko'rsatay. Ana ko'r. Qo'rqdingmi? Uni yoqda o'ynab loya ushlab ekan. Ha. To'siqqa chiqmang. O'qish qat'iyan taqiqlanadi. Jirafa bor ekan bitta. Кормление строго запрещено. Xullas bolalar bilan maza qilib aylanyapmiz. Ko'p video ololmadim chunki tomosha qiladigan joylar juda ham ko'p. Hozir biz mana ayiqlarga kelganmiz. Ha, bittasimi? Ana ketdi. Ana ketdi bilan qaravatgan. Hamma bolalar xursand. Mana tomosha qilishyapti. To'g'risi, bu bizning birinchi videomiz. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bu qayiqni o'zini maxsus kreslosi bor ekan. Tebranib o'tirar ekan bu kresloda. Ovqat tashlash mumkin emas, lekin baribir bolalar ovqat berishyapti.
Mana ayiqlari yeb olishyapti shu bahona. Mana tikka turib olishgan. Mana joyiga. Ular anaqa burunduqchalarda. Qo'lini qarang, qo'lini. Nonmi qo'yasiz? Non yerkana? Masaqa shirin quyonchalar bor ekan. Bolajonlaringizga quyonchalar yoqsa, tomosha qildirishga olib kelsangiz zerikishmaydi. Mana bu dengiz cho'chqasi ekan. Temizuvchi ekan. Aynan shuni boqish kerak edi, o'zi maza qilish. Ovqatlanishyapti. Uyda boqsangiz bo'lishi. Uy, hojonim. Vau, buncha chiroyli bu. Oppoqqina ekan-a. Quyonchalar. Nima bu? Xomячок. Sichqonlar. Mana suti tusharkan. Uy, ichkarida ko'pgina bor. Oppoq kalamushlar. Kimga kerak, kimga nechta kerak? Nima ya? Kalamush. Laboratorniy krisi. Shkonka bo'ladi. Ha? Shkonka. Umurtqasizlar bo'limiga keldik. Ko'ramiz hozir. Chiqib oling, Safiya. Ana. Kiring. Bunisi hamma kelishni taklif qilaman, tavsiya qilaman. Bolalar bilan kelishga juda ham qulaycha. Mana bu yerdan Madagaskar tarakanlari bor ekan. To'g'risi, agar biron joyda tarakan ko'rsam, ikkita oyog'imni qo'limga olib qochaman. Lekin shularni tomosha qilishga keldim. Kubinskiy tarakanlar. Виноградная улитка. Kabachoklar qo'yib qo'yishibdi, sabzilar, suv. Ахатина гигантская. Улитkalarni har xili bor ekan. Nam sharoit qilib qo'yishgan. Baliqlarni ko'rishga keldik. Charchadingmi, Safiya? Singlisi kolyaskasida yotib olgan. Kap katta 4 yoshli qiz. Mayli, nima deymiz? Yayli baliq ekan. Odam ko'p. Menimcha 1-iyun bayram hisobiga 1-iyun ish kuni bo'lgani uchun shanba kuniga mana 6-iyun bo'lsa ham odam ko'p.
Dilafruzga ham qiziq bo'lyapti. Mana Dilafruz tomosha qilyapti. Uyda ham akvarium bor, kichkina faqat. Shunga bularga qiziq tuyulyapti. Shunaqa kichkina prozrachniy baliqlar ham bor ekan. O jiyonim, Dilafruz senga yoqdimi? Ana. Dilafruz baliqlarni ushlab ko'rmoqchi. Hademay Dilafruz ham 7 oylik bo'ladi. Bu bizning katta chaqalog'imiz. Safiyaxon Paleskada o'tirib olib, baliqlar tomosha qilyapti. Siz unga havas bilan qarab o'tiribsizmi? Zaqamoq deyapti. Bizni ham safarimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Xudo Mana Safiya o'ynayapti pufakchalarni. Atmosfera zo'r, salqin, daraxtlar ko'p. Mana bu yerda qushlar bor ekan. Har xil. Xilma-xil to'tiqushlar, aralar. Xullas, turli tuman hayvonot olami. Hayvonot bog'iga bo'lgan sayohatimiz tugadi. Ketyapmiz. Bo'ldi. Endi ovqatlanib, keyin uyga.